Salom. Bugun bizda raspakovka. Qani ketdi, raspakovka qilamizmi? Qaysi davlatdan o'rganman? Nima deb o'ylaysizlar? Hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar, qaysi davlatdan o'rganimni aniq bilib olasizlar. Beryapti. O'zi zo'r. Endi bu beretkani qorasini ham kiyamiz. Buzaga teggan narsa. Keyingisi. O'g'lim uchun olgan edim. 2 million. Kачествоsi super. O'g'lim uchun chexol. Kачество. Har doim meni eng yaxshi ko'rgan narsam bu ko'pchilik biladi, ochki. Voy. Ocha olmadim. Shunaqa ochki yaxshi ko'raman. Обожаю deydi. Вот. Вообще класс. Какая идеальная. Yana bitta chexol. Men ochki jinsi bo'lsam, o'g'lim chexol jinsi. Звук. Ну, коробка уронib ketdi. Super. Качество просто super. Qaranglar, ichlarni binolar ko'rsatib bo'ladi. Zo'r ketdi. Это для меня. Mana shu narsalarning hammasi menga necha pulga tushdi deb o'ylaysizlar? Ayniqsa men bu oyoq kiyim O'zbekistonda 100 mingdan oshiq sotiladi. Menga necha pulga tushdi deb o'ylaysizlar?